Muruntow koni namoyish etadi. Bu yerda kuch faqat tokda emas, insonning o'zida. Chunki har bir qaror ortida tajriba va mas'uliyat turadi. Muruntow konida faqat ishlab chiqarish emas, bu ishlab chiqarishni harakatga keltiradigan energiya ham har bir nuqtaga uzluksiz yetib borishi shart. Razikov Jurabek Muhamedovich 2002-yilda Navoiy konchilik kollejini tamomlab, u o'z mehnat yo'lini Muruntow konida energotsexning tarmoqlar va podstansiyalar uchastkasida elektrchilangar sifatida boshladi. Yillar davomida u yuqori kuchlanish liniyalari, elektr ta'minoti tizimlari va podstansiyalarining barqaror ishlashini ta'minlashda katta tajriba orttirdi. 2013-yilda operativ dispetcherlik uchastkasiga o'tib, shu yilning o'zida muhandis energetik lavozimiga ko'tarildi. 2016-yilda yana tarmoqlar va podstansiyalar uchastkasiga muhandis energetik sifatida qaytib, shu yilning o'zidayoq uchastka boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Uning rahbarligi ostida yuqori kuchlanish liniyalari, transformator podstansiyalari va elektr tarmoqlari ishonchli va uzluksiz ishlab kelmoqda. Yuqori kuchlanish bu shunchaki raqamlar emas, bu aniqlik, mas'uliyat va har bir qarorda xatoga yo'l qo'ymaslik degani.